Captiva o'xshagan mashinalar, Epica va Malibular va bularning bizada motor, ходовой, korobka tomonlama. Bizada shunday bilasizlar, motor ham sotamiz. Mana klientimiz haqida ma'lumot. Mashinani o'zingiz o'tirasan ekan, masalan, sen yoshindagi bolalar otasiz o'tiradi, og'asiz o'tiradi. Assalomu alaykum, Avelo obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'lik yaxshimi? Farmanglar. Xo'p, bugungi navbatdagi videomiz Captiva haqida bo'ladi. Captiva o'xshagan mashinalar, Epica va Malibular va bularning bizada motor, ходовой, korobka tomonlama o'zlarimiz spetsialist ustalarimiz bor. Bular ham biz hozir ta'minlab berib turibmiz. Bu Captivada nima ish qilindi? Bunda полный motor ta'minlandi. Endi bizada shunday bilasizlar, motor ham sotamiz. Bu mashinani haqqında ko'rdik, ochdik, qarasak, o'zi asosiy suyanki sog'. Demak, bir motor qo'yadigan sostoyaniyada emas. Shuning uchun buna motorni remont etdi. Xo'p, motor remont etilganda bu mashina mexanik mashinani, ya'ni korzinka, diskadan avajlar ham bo'ladi. Ko'pincha mexanikalarda shu ajlar ham ketadi. Shular ham bir qator tozalanib, akkuratli bo'lib, mashina tortish ham, yurish ham xudo xolasa zakonli bo'ldi. Garantiyalatib, aniqlatib, ta'minlab berdi. Endi bu yerda shu avvalgi ipnalarni, avvalgi jentralarni, tobutlarni bilsangizlar, mexanikalarni avtomat etib turardik. Shu stilda botirmiz, xalqqa shu yoqib turibdi. Shu to'g'ri gap turgandan keyin endi o'zine yarasha javobgarligi bor, o'zine yarasha mas'uliyati bor. Şu mas'uliyatini olib ishlatib turibmiz. Navbat turadigan bo'lsangizlar, masalan, mashinani olib turibmiz. O'zlarimiz shu Xorazmdagi eng zo'r servislar bor, Avelo'ning servislari. Shular bilan ishlagan holatda hammasini mas'uliyatini o'zimizning bo'ynimizga olib turibmiz. Mashinani neri buzilgan, nozi ketgan, u zapchas praktikami, u qo'yilgani ishlamay qoladimi yo bo'lmasa xato diagnoz bo'ladimi? Masalan, hozir navodir seni datchik qo'yib ko'rishlari kerak. Undan bo'lishi ham mumkin, boshqa yeridan bo'lishi ham mumkin. Klientlar 2 marta pul to'laydi. Shunday bo'lmasligi uchun biz o'zimiz shu narsalarni qo'yib ko'riladi. Shundan bo'lsa, klient pulini beradi, bir garantiyasini beramiz. Bu motor ham shunday hamma vaji qo'yildi. 2 oy garantiyasi bor, garantiyasi bilan berildi. Sirojbek mashinani egasi ham shu yerda. Hozir o'zimdan ham so'rab ko'ramiz, normalniy bo'ldimi, o'zine yoqdimi? Yana kelajakmi biz yana? Mana klientimiz haqida ma'lumot. Sirojbek Captiva 586 qachon 10-fevralda remont etilgan, 10-aprelgacha garantiyasi bor. Biza qilingan ish tomonlama navodir muammo bo'ladigan bo'lsa, biza shu yerda mut zapchasam pul to'lamaydilar, ustag'am pul to'lamaydilar, 100% pul beramiz. Yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Farmon. Biz o'zing mashinani o'zingiz o'tirasan ekan, masalan, sen yoshindagi bolalar otasiz o'tiradi, og'asiz o'tiradi. O'zing qaraysan o'xshaydi-a? Yo'q, otasamdan qaramayman. Lekin ko'pincha endi o'zi ham qaraysan. Молодец. Chek akkuratli ishladilarmi? Hava bo'ladi, normalniy bo'ldimi? zakonniy bo'ldi. Endi buni haydab ko'rasan, endi buni hozir zo'r bo'ldi, boshqa bo'ldi deb aytamiz. Haydab ko'rsak, buni yo'l aytadi, mashina aytadi. Xudo xolasa, navodir muammo bo'lsa, biz garantiyada turamiz. Gap so'z bo'lsa, biz javob beramiz. Chek yana nima kamchiliklari bor mashinada? Mashinani endi xudo xolasa yana ikkalaman. Xudo xolasa. Bir qator remont ettiraman, ходовой taraflaman, endi bufer. Xudo xolasa. Buferinde ozgina ошибкалari bor ekan, uni ham iloji boricha ko'ramiz. Bufer qo'ymayman ham taxlab beradigan varianti bor. Hozir unchalik qimmatga tushib yurish shart emas. Agar dim bo'lmaydigan bo'lsa, bufer qo'yiladi. Ходовойni ham xudo xolasa o'zini hozir mexkilashtirib o'tiribdilar Captiva'larni. Bularni cho'tka qilib beradigan o'zimiz usta bor. Garantiyalatib, aniqlatib qo'yib, buni haydab ko'radigan atib, bemalol aniqlatib beramiz xudo xolasa. Nechun bizani tanladingiz endi savol? Sizlarni ertadan kuzatib boraman. Keyin masalan, mablag'ing yetmay qolsa, turib berara ba'zilarga. Shuning uchun pulim masalan yetmay qolsa, shundaga turib berara ishlataman deb shuning uchun sizlarni tanladim. Endi mashina ochtirgandan keyin mosh yoningizda pul yetishi ham mumkin. Mosh ish ulayib ketsa yetmay qolishi ham mumkin. Bizada bo'lib to'lash xizmatlari bor. Uni ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun eslatma. Endi Elyorbek shundan Sirojbek shu narsani qildi, lekin yonida pul yetdi, hech qanaqa unga zarurchilik bo'lmadi o'xshaydi. Yo'q. Xudo xolasa endi bonni haydab ko'rasan. Mesela ishlar omad. Rahmat. Yaxshi, rahmat sizlarga. Bundayna garantiya talon yo'qolmasin. Shunday xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaversa, bizning call center nomerlarimiz bor. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, YouTube kanalimizda, Telegram, Instagram kanallarimizda obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada savollaringizni, fikrlaringizni kutamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat.